Kitob insonning eng yaqin do'sti, eng ishonchli maslahatchisi va bitmas, tuganmas bilim manbaidir. Har bir o'qilgan kitob bizni yangi fikrlar, yangi g'oyalar va yangi imkoniyatlar sari yetaklaydi. Mutolaa insonning dunyoqarashini kengaytiradi, tafakkurini charxlaydi va nutq boyligini oshiradi. Kitob o'qigan inson voqealarni chuqurroq tahlil qiladi, to'g'ri qaror qabul qilishni o'rganadi hamda hayotga kengroq nigoh bilan qaraydi. Badiiy asarlar mehr-oqibat, vatanparvarlik, halollik va insonparvarlik kabi yuksak fazilatlarni qalbimizga singdiradi. Ilmiy va tarixiy kitoblar esa bilimimizni boyitib, kelajagimiz uchun mustahkam poydevor yaratadi. Bugungi tezkor axborot asrida kitob mutolaasi diqqatni jamlash, xotirani mustahkamlash va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kuniga atigi 20 daqiqa kitob o'qish ham hayotingizda katta ijobiy o'zgarishlarni boshlab berishi mumkin. Keling, kitob o'qing, bilim oling va kelajagingizni bugundan bunyod eting.